Turkiya Konya shahridan salomlar bo'lsin. Men bu yerda ishlayman va yashayman. Bugun izin kunim. Izin kunimni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Kent o'rmoniga yo'l oldim. Arkadaşım sağ bo'lsin, o'rmonga olib bordi. O'rmonga keldik, o'rmonga. Burada qushlar sayrayapti. Har tomon o'rmon. Bu yerlarda shashlik qilishadi, mangal qilishadi. Qarang, bu achalar tabiiy havo chiqadi, shunaqa chiroyli. Go'zalligini qarani burani. Havosi toza. O'rmon ichi yam-yashil archalar bilan bezatilgandi. O'rmon ichida ozgina yurdim, o'tirdim, dam oldim. Bu archalarni tomosha qildim. Vaqti soatim keldi ketishi, endi Konyaga yo'l oldim. Bugungi dam olish kunim mana shunday o'tdi. Sizlarning dam olish kuningiz qanday o'tadi? Kommentariyalarga, izohlarga yozib qoldiring.